أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف المسألة الثانية الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة التي تنفك منه غالبا متى غيرت أحد أوصافه. زعفران زعفران Zəfə ya şuna oxşaş, adətdə su ilə birlə tumayılğan, suyun içi tumayılğan, sirtdən kirib qalğan bir nəsə suyun sütünü özgərtib qalsa, bu suyun hükmü qanday bulunmaqçı. Məsələn, supunu özgərtib tutudu, ama supundan su aralashsa, suyun sütü özgərib ketadi. Lakin bu pakiz nəsələr. Ondan başqa yana xushpuroqlik nəsələr özgərtib tutish mumkin fırqini. Çay özgərtilik çay hamda pişirilgan narsa qatarlı. Başqa xushpuroq aşı o'simlik daraxtlar var mesela. Şular suga chilishib turgan ahvolda suyning sifatini o'zgartirib o'tadi. Yani fırqi yoki ta'mi yoki rangini. Fa innahu tahirun 'inda jami'il ulama. Bu pokiz narsa bo'lgandan keyin sifatini biroz sifatini o'zgartirib qolsa-mu bu su yani pakiz deydi. Gayr mutahhir 'inda Malik ve Şafii. Hozir tahir, mutahhir deb ikkiga ayirdi bular. Tahir degani o'zi pakiz narsa. Mutahhir degani tarat ag'il bo'ladigan yoki boshqa narsani pokizlay oladigan demakchi. Hozir 3 qism bo'ldi su. O'zi pakiz, yana birisi boshqa narsani pokizlay oladigan, yana birisi najis. Tahir bo'lsa o'zi pakiz. Masalan, u kiyimga yuqib qolsa yoki nima qilsa kiyimni yuvishga ketmaydi. Ammo uni tart ololmaysan deydi. Masalan, qatiqni suvga aralashtirib turib, u dug'ab bo'ladi. Dug'ab pakiz narsa ishimizga, kiyimga to'kilib ketsa-mu pakiz, uni yutish kerak emas. Çünkü onun tertağılılığında bunlar. Demek İmam Malik bilen İmam Şafii bunun tertağılı bulmaydı dedi. Özü pakiz, lekin tertağılı bulmaydı dedi. İmam Ebu Hanife tertağılı buldu dedi. Ma'lem yekunu tagayyur an tabkhan. Bunun pişirmağallan bolsa, özgürüş bu pişirişten kirip çıkmağallan bolsa, mesela şorpa. Şorpa da bulmaydı dedi. Çünkü pişirildi dedi. Ama doğulap kalsa, onun belki az köpükte yani tafsilatları buluşu mümkün. Onun da buludu dedi. Zəpə, mesela yoki suğa çay içib ketdi mesela. Saldan çay var o, şu suğa bir tökülüb ketdi. Sonra rengi o'zgardi bu suyun. Pişirmədik lekin. Onda bu tərtağıl buldu deydi. Ve sebebu ixtilafihim huwa khafa'u tanawul ismil ma'l mutlaq lil ma'l alladhi khalatahu amsal hadhihi al-ashya. Shunda nasıl aralashgan su zati su deyiladi yoki bu boshqa narsa chayga, do'qqa, boshqa narsa o'zgarib ketamdi deydi. Talash statusning sababi shu. Yani hel yetenavluhu ev la yetenavluhu. Demek suyun içi kiremdi bu kirememdi. Femen ra'a ennehu la yetenavluhu ismul ma'ul mutlaq ve innema yudafu ila şey'illezî halatahu. Bazılar bu mutlaq su diye isim darsi kirmaydi bu. Ay nima aralashgan bu shuningga mansub qilinib ketadi. Mesela çay olib ketdi, doğulib ketdi deganda. Yoki zapa suyi deganda. Zapa ishimniki deymiz-ku biz. Chilan suyi deganda. Mushu shunga o'xshash. Şunu isimle atılıp kettemdi bu. Feyuqal ma kedana la ma mutlaq. Yani su demaymiz buna. Chilan suyu, zapa suyu deymiz. Bunda ismi o'zgarib ketgandikan tartağıl bo'lmaydi deb qo'ydi. İz kana ludu innama yakun bil ma mutlaq. Chunki tarat degan shu mutlaq, su deb bunda atilgan narsadan bo'libdi. Va man ra'a annahu yatanawaluhu ismul ma mutlaq ajaz bil ludu. Bunu su degan bo'ldi, su daris kirdi deganlar tartağısa bo'ladi deb qo'yibdi. ولظهور عدم تناول اسم الماء للماء المطبوخ مع شيء طاهر اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. Demek pişirilgan bolsa, kaynalgan pişirilgan bolsa, bu çağda suyun ismi yo'qolib ketilgan bo'lg'achqa, hammadan birdek ittifoq kelib, uning tartağıl bo'lmaydi deydi. Ve kezalika fi miyah nabat al-mustakhraja minhu İlla ma fi kitab ibn Şaban. Miyah nabat degan o'simlikni unda siqib ilingan su. Yani asir deydi. Ya o'simlikning o'zini siqamdi ya mevasini siqib o'simlik ayrisgan narsani siqib suyun chiqargan bo'lsa, shu suvdimi tartağıl bo'lmaydi dedi. Faqat lam ibn Şabanning kitabida jumaning tartiga gul suyida tartas bo'ladi, mayli debdi. İbn Şaban bu Maliki mazhab ulamolaridan 4-asrda yashagan. Demak, nima uchun bu jumaninki tartas bo'ldi, boshqa tartas bo'lmaydi deb qo'ydi. Balki ham o'zi ko'zlagan nima bo'lishi mumkin. Yoki ham xushpuroq da bo'lganligi jumaga tatayyub qildigan ish emas, atir so'ydigan, majatdan degan bo'lishi mumkin. Lekin bu hamda asos ijmoga qarshi kelgan bir. ماء الورد أشو قلسي والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة
Aralashma bu pakiz narsa suv aralashgan chog'da bu pakiz narsa oz bo'lishi mumkin, ko'p bo'lishi mumkin. Masalan, dog' desak, qatiq jiq silingan dog' bo'lishi mumkin, oz silingan sos aqagan dog' bo'lishi mumkin. Choymi shunda, ya'ni pishmagan choy demakchi. Faqat yablughu min al-katrat ila haddin la tanawu ismul ma'al mutlaq, misli ma yuqal ma'ul ghusl. Endi ba'zi bek ko'plab qolsa, bu suv digilolmaydigan darajada qo'yaqlashib ketishi mumkin. Masalan, ma'ul ghusl degani masalan sopunu aralashtirib mesela juyundigan suvni degan bo'lishi mumkin. Buni ma'ul ghusl deymiz, suv demaymiz deydi. Vaqat la yablughu ila zalikal had. Balki aralashgan narsa az bo'lsa, u darajaga bormaydi deydi. Mesela sutni azroq to'kib suvga, azroq iqish bo'ldi-ku. Bu hamda ama jiqroq to'ksak, ko'proq sutga o'xshash bo'ladi. Shuning darajasi o'xshamaydi demakchi. وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط. بعضدا onun rengi o'zgarmay, puruqlar o'zgardigan holim bor edi. ولذلك لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف. Demek bunda bir narsa aralashgan, ma'al mudaf yani bir narsa aralashgan sular, falanning suvi, pistanning suvi degan sular, sulda tartag'il bo'lmaydi deb qaraganlar, puruq hisob emas debdi. Puruqni hisob qilmaylar, hukmini chiqaraverdi. فقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره إياها بغسل ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم kızı Zeynep radıyallahu anh'a vefat olup ketken çağda Resulullah Ummatiye'ge ve onun emralarında İğsilneha bima'in ve sidrin. Yani Zeynep'ne suyla sidrilen jünlar. Yani ikisini bizleştirip jünlar demek. وَجَعَلْنَا فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا. Ahirki juyuşta kapır işletenler ya ki azrak kapır katiretenler deydi. Sidr degen, azımın şu Mısır'dan bazı ama zeytin darıqı yakın kıldıgan, kazana jans gerek darıqı ki. Şelandak bir mühüsü bul deydi, körüp bakmadı. Bağım şu mulda, qayradı ba. Hani kafur degen bu bombar, hoşburaklık, usumluk, şu meyitine juyuşta işletilen. Demek bu hadiste hazır, ikisini bizleştirip arlaştırıp işletenler deydi. Suğa kafirler sidr arlaştırdı. Elbette bunun fırıqı yoki nimasi o'zgardi o'shin ama demak bu mu aralashgan suv deydi. Walakinnahu lam yablugh min al-ikhtilat bihayth yuslabu minhu ism al-ma' al-mutlaq. Lekin bu aralashib suv degan ismini yo'qotilgan darajada unda jiq aralashib ketmagan deydi. Wa qad ruya an Malik bi'tibar al-kathrati fi al-mukhalata wal-qilla wal-farq baynahuma. İmam Malik'tin bu aralashgan narsaning ozliqligiga qarab unda hukm qilamiz degan ayirish rivoyat qilinibdi. فأجازه مع القلة وإن ظهرت الأوصاف bazı sıfatları özgürüp qalsımı aralashgan narsa az bo'lsa mayl davribdi. Ko'p bo'lib qolsa joiz emas. Demak bu aloqa masalaninki bir ana masala desak, buning ostiga nurg'un balki 50-60 masala kirib ketishi mumkin. Hozir bu kitobda cho'ng masaladan birini lamda ishorat qilib o'tib ketdi o'zidan tutgan yo'li bo'yicha. Har bir narsa aralashgan macho, uchu deb tafsili fiqh kitoblarda uzun to'xtalishi mumkin. Pishmagan. Sutda yuyinishning g'alvasi chiqib o'tgandan sonra. Sutda balki to'liq sutda yuyinmasdan suvlar aralashtirishi mumkin balki. Yoki unda jiqil topolmaganlar yerma olsa yuyinishi mumkin. Misrning muftisi joiz deb keyin g'alva qo'zg'ayib ketdi-ku. Albatta bedenge faydalı bo'lishi mumkin. Terini asraydigan yoki odamni yashatadigan yoki boshqa tarafdan foyda oladigan taraflar bo'lishi mumkin. Millatdan bu isrof doirasiga kirishi mumkin. Yoki isrof demasa ba'zi odamlar hozirgi sharoitda sopuni jiq ishlatib, shampuni jiq ishlatmasdan toza bir hafta to'kab olib kelsekdek yundiganligi bunda yundiganligiga nisbatan ustunjiqroq chiqib ketishi mumkin. Burunmi biz anglaydik shu bizning burunqiliqqa mashhur ba'zi kishilarning ayollari suti yunamishgan deb burunqiliqqa Ahmadjon Qosimov birisining ayoli suti yundigan shu chaqlarda deb anglaydik boshqalardan-chi shunlardan. Balki vujudlarda shunda bayashat yashaydiganlar yunishi mumkin. Ulug' nisbatan isrof hisoblanmaydi bu. Odatda uningki bir chechilgan atrini desek balki 5-6 riyal bo'lishi mumkin, 5-600 dollar bo'lishi mumkin. Madamning ahvoli qarab. Hozir sopun ishlatamiz, bizga duch keldigan shu. Sopun ishlatsak, buni masalan sopun bilan qo'lni judoq yoki sopun bilan tartaldik deydi. Albatta buni keyin bir chaqvatsak, pakiz suv tartagan bo'ldi. Hozir ba'zilar so'raydigan yeri bu sopun bilan biz yuvgandan keyin mesela bazı ya obdan çakalmıda değil. Yursak bu tarihimiz tarih bulundu. Çünkü bu su hazır mutlak emas. Soraydım şunu. Sonra ulamalar cevap verse sen burun su bir kadın juyut bulab, onundan sopunu işletip, mesela juyungan çağı şunda o, başka bir suda juyutimiz, onundan sopunu işletimiz kendi yanına çakaymaz. Sopunu işletişte ilgili bir juyungan bolsan, bu şu juyunu şisalınıp buldu.
keyin sopun ishlatsan, o yani o bemeynat qiladigan narsa bo'lgan ekan. Bo'lar dedi. Unda qilgan bo'lsam, bir sopuni ishlatib, keyin yani chaqayotgan bo'lsam, yani chaqashning o'zi bir g'usl hisoblanib, bu bo'lar dedi. Ammo sopun aralashgan masalan, talish doirasiga kirdi. Pokiz narsa aralashgan suv. Nima qilmanda ko'lchakni jundiganlar. Ko'lchakka sopun bilan suvni tangshapti deydi. Mag'zab chiqiribdi. Junublar chiqib longida aytib mangdi. Bo'lamdi bu mumdi. Bu talish doirasiga dal tushudimlar. Buldu deganlar bo'lmaydi deganlar. Mesela Abu Hanife pokiz narsa aralash buldu dedi o. Mutahhir anda Abi Hanife ma'lum yakun taghayyur an tabkhin. O suvni qaynatib pishirgan ekan bo'ldi dedi. Demak, endi unda dal o sopunlar ishlatib suvni faqat chaqash ishlatmaydigan ahvollar balki yo'qdir. Yagan sopun bilan yunib bo'lishiga suv to'xtab qopti. Longida aytib ketdi. Tara bo'ldi bu mumda. Ehtimollik bunda. Suvni qaynatmoqda lekin hozir masalan suv ya suvni istedi, lekin sopun bilan birga qaynatmaydi, birga pishmaydi. Hozir suvning o'zining nisi ayrim. Suv oldida qaynatilar yoki istilar. Ammo sopun bilan birga qaynatmaydi, pishmaymiz. Chunki uni qaynatgan chaqda u boshqa bir narsaga aylanib ketadi. Sopun sho'rpisi bo'lib ketamdi bo'ldi. Mana shu bir sopun suyib chaqirmoqda ashun hisoblanma shu chaqirmani. Chaqirni hisoblar. Yug'amni pokiz suv bilan yuvgan bo'ldim. Onun çatak yok. El-meseltu thalithe. El-ma'ul mustamalu fit-tahara. Bir qatım tartilib bizim bedenimizden düşken su. İxtilafu fihi ala thalathat aqwal. Buni uch xil ko'zqarashda bo'lib qoldi. Fa qawmun lam yujizu at-tahara bihi ala kulli hal. Bir qatım juyunishga ya tartilishga ishlatgan su, bunda tartilishga bo'lmaydi. Va huwa madhhab Shafi'i va Abi Hanifa. Yani İmam Ahmed'in bir rivayetinde shunday. Wa qawmun karihuhu va lam yujizu at-tayammuma ma wujudihi. Yani bir kısım alimlar makruh debdi, o'ttirdiroq turibdi. Bunda su bachaqda tayammum qilsam bo'lmaydi. Musullan tartalsa makruh bo'lsin. Lekin tayammumga ketib qolmaysa. O madhab Malik va ashabihi. Wa qawmun lam yaraw baynahu wa baynal ma'al mutlaq farqan. Odatda suda hech qanday farq yo'q buni. O'xshaydi. Wa bi qala Abu Thawr wa Dawud wa ashabuhu. İmam Ahmed'in yani bir rivayette Müslüman billah. Wa shadda Abu Yusuf fa qala innahu najis. İmam Abu Yusuf meynet bu so. İmam Abu Hanife'den bir rivayet bakmış necistir. Ve sebebul khilaf fi hada aydan ma yuzannu min annahu la yetanawaluhu ismul ma'ul mutlaq hatta inna ba'dahum ghala. Ya bunun sebebi nima bu su dilemdi yoki bu tartag'an su yoki junda dilemdi. Mesela hatta bazılar bak aşuretib bunda bo'ldi unda ismul gusala ahaqqu bihi min ismul ma. Bunu junda deyish loyiqroq su dilmaydi odatda. غسالة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه يقتتلون على فضل وضوئه. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri Resulullah'ın aşkın suyunu tartılığında talışıp birbirlerine uruş kıltas kaptı deydi. Şu suyunu qanday qilishgan tartılığında o'ziga sürküleşmesler ve tevarruk deb qarash jihatdan. Demek bu sabata deganda bir xil dalil ko'rsatmoqchi. Damni bunda bo'lmaydi. Wala budan yaqamin al-mal mustamali fil ina alladhi baqiya fihi al-fadl. Bu bunda demek ekan. Eshib qolgan suyni talishdi. Eshib qolgan suvda odat biz ishlatgan suvdan ancha-muncha chiqib ketish bo'ldi uning demek. Bedenden ajrab tushgan su cho'gon ya chaynaga bir qachida bo'lsa pokiz su shunga chachraydi demak. Va bil jumlati fa huwa ma'un mutlaqun li'annahu fil aghlab laysa yantahi ila an yataghayyara ahad awsafi bidanas al-a'da allati tusalu bihi. Umuman qilib aytganda, yani u su deymiz, boshqa bir ismi yo'q uning. Chunki ko'pincha ahvolda uning chiqqanda bir sufta badandagi bir kirlik vazimidan yuyilgan nasldan unda o'zgarib ketmaydi dedi. Va in kana hada ta'afuhun nufus akthar. Adamning ko'ngli ko'tarmaydi odatda. Va hada lahzu man karihahu. Makruh deganlar mush ko'ngli ko'tarmaslik, adam jirginish ma tarafdan makruh degan edi. Yana Rasulullohning bir hadisda Jarir radhiyallohu anhu qasi bir kasallik qolgan chaqda yo'qlab berib, tartag'an suyni ustiga to'kibdi. Bu bir xil davolash uslubi. Ya Rasulullohning barakatidan davolash uchun nima qilgan bo'lishi mumkin? Ya og'riqni yengillatish. U nima dalil qildi ekan u pokiz deganlar. Wa amma man za'ama annahu najisun fala dalila ma'ahu. Za'ama mishada idda'a. Yoki deb qaragan. Yani kim demakchi? İmam Abu Yusuf demakchi. Nejis deganning dalili yo'q. Tabii amaliyat dalil bormi yo'qmi? Albatta bo'ladi. İmam Abu Yusuf dalilsiz unda turolmas.
Hanifi mazhabdagilar sal jalliqroq turib. Maliki mazhabdagilar bunda deyatsa, dalilni akilib qo'yib qo'yish kerak edi. Dalil nima? Dalili ash sayidisni dalil qilgan. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim va la yatasil fihi min al-janaba. Ila arat ağında benim günahlar açına ondan çıkıp degan ashadisni. Onu dalil qildi. Chunki unda ma turg'un suvda ishtar qilib qo'ymison, undan uni yuyindigan shulda deb yoki uni yuyinmisin degan iboram bor. Ya'ni turaqliq suvda ko'lchak bo'lsa, sen buni tushib yuyinma deydi. Nima uchun? Sen yuyingan ekan, bu mal mustamal bo'ldi, tushunami? Mal mustamal bo'lgandan keyin boshqa tartalamaydi. Unda nima ma'naviy jihatdan hadisni har bir a'zoni shunda yug'an ekan, unda shu daraxtning yaproqlari to'kilganda, g'azon to'kilganda gunohlar yuyilib ketadi degan hadismi? Bu bir xil ma'naviy taraslikni tozalagan bir suv bu. Unda o'g'an ekan, buni qayta ishlatishga bo'lmaydi. Ma'naviy taraf. Amaliyotda bu suvni odatda qayta tarit qilishga ishlatishni zarur ko'ngil ko'tarmaydi. Demak, dalil bor hamda. Bu işinin delilini belki bu nima merca qilib foydalangan Ibn Abdülber'nin istizkar deganda kitaplar ekanmen bo'lishi mumkin. Shunun dalili yo'q deb qo'ydi. Bunisiga bu Abu Hanifadan bir rivoyat ekan. Bu yerda olimlar ixtiloflashib qoldi. Makruh degan qarashim balki nimaga yaqinroqdan ko'ngil ko'tarmaydiganlik taraf. Baş suv tepilmadi. Biraydan dasq suv tar topdi, yuz qo'lni yuvib masalan. Tartağan ekan. Albatta o manda nimadan sirttamda istinja qilgan suv boshqa, nima suvdan boshqa yuz qo'llam yuvgan suvni. Yoki badanlam yuvibtimi? Yuyinishga ishlatibdi. Najosat tozalashga emas. Bu bir xil makruhlik. Al-masalatu ar-rabi'a. Bu mutazzi bir uzun masalamo tafsiri to'xtalgana. Ittafaqal ulama ala taharati as'aril muslimina va bahimatil an'am. Burada bir ittifak var ki, Müslümanların artıqı, as'ar cema su'r, Müslümanlardan eşib qalğan ve göşeyildiğen şu ayollardan eşib qalğan su pakiz. Vaqtalafu fima ada zalika ihtilafan katira. Bunun ittifak geldi, ondan başqa meselelerde jiq talash-tashib ketdi. Faminhum man zamanna kullu hayawanin tahiru su'ri. Ba'zi her qanda hayvanlar bolsa, onun artıqı pakiz deb qarab. Ve minhum man istasna min zalika al-khinzir faqat. Ba'zilar cho'shqidan boshqasini pakiz deb. Ve hadan qawlan marwiyan an Malik ve İmam Malik'ten kelgan bu ikki so'z. Ve minhum man istasna min zalika al-khinzira wal-kalb. Ba'zilar cho'shqi bilan it bunun sirtida debdi. وهو مذهب الشافعي وإمام شافعي قرشي كان ومنهم من استثنى من ذلك السباع عامة يرتقش والله بنن سرتدا دب قرالم با وهو مذهب ابن القاسم biz kimdi do İmam Malik'in şagirdi ومنهم من ذهب إلى أن الأسعار تابعة للحوم yani bazılar qandanasının artıqı göşü qarab buludu debdi. فإن كانت اللحوم محرمة فالأسعار نجسة. Göş haram kılıngan göş olsa, göşe şu hayvanın, onun artıqı meynat. Göşü mekruh olgan bolsa, onun artıqı mekruh. Mubah olgan bolsa, pakiz hesaplandı debdi. Bu kimning qarishi? Abu Hanifa. İmam Abu Hanifa'nın qarishi, lekin mazhab naql qilishda sal o'zgartib naql qiladi. Dal emas yani. Ma kitobning tutgan yo'li va tafsili nimaligi kelib ketmay, umumiylik bunda deb qo'ymaydi. Albatta har bir mazhabni ilib aytsak, balki ba'zi mazhab, Shafi'ning mazhabida balki 3-4 qarash bo'lishi mumkin. Hanifi mazhabining 4-5 qarash bo'lishi mumkin. Lekin bu shu mazhabga vakillik qilgan sal cho'nroq qarashni ekliblam. Bunda ixtiloflashib qoldi. Bunun sababi nima deb umumiylik bunda tafsilot kirmaylam o'tib ketmaymiz. Shu har bir mazhabning qarshida uzun tafsilotlar bor, lekin biz uni kirmaymiz. Hanifi mazhabning qarshini naql qilishda sal o'zgartdi. Shunami? Hanifi mazhabda amaliyotda undayda go'shi yildigan, yilmaydigan. Bundaroq iborat. Hatto ba'zi shak qilib qolgan yo'llar bo'lsa, go'shi olinma, olinmas masalan, qichi deganda buni mashkuf deydi. Yani tartilish, bo'lash bo'lmasga mashkuk deydi. Shuna shak qilgan ekan ham uni tartib o'tib, ham tayammum qilmas, bunday qarash. Balki shakliga. Ammo nima go'shi mashkuk, qachini, nima? Ota-onasi uning birisi makulullah, birisi g'ayr makulullah. Asli qachi odatda onasiga mansub qilinish. Bu asli qoida onaga mansub qilinish. Hatto insonlarning onaga mansub qilinish. Lekin insonlarning nasabini qo'g'dash masalasi bo'lg'achqa, ondan dadisga mansub qilishni Alloh taolo yo'l qo'ygan. Lekin amaliyotda aslida onaga mansub qilinadi. Unda ayollarning nasab qo'g'dash bo'lmagan ekan, ona tarafini tutadi. Va amma su'rul mushrik faqila innahu najis.
necis deb qaralibdi bir qarashda. Qur'on Karimda innamal mushrikun najasun. Tilabni birdan bayon qildim. Necis deganlar bor edi. Va qila makruh. Idakan yashrabul khamr. Araq ichadigan kafir qolsa makruh debdi. Va bu mazhab ibn al-Qasim. وكذلك عنده جميع أسعار الحيوانات التي لا تتوقع النجاسة غالبا مثل الدجاج المخلات والإبل الجلالة والكلاب المخلات. Demek araqçılgan kafirning ortiqi makruh deb qarabdi Ibn Qasim. Yana najosatni yeyishdan xoli bo'lmaydigan mushna hayvonlarning ortiqimi o'xshash debdi. Mesela ad-dajaj al-mukhalla degan katakka solomay qo'yib o'tilgan toqa. Demak u uchragan narsani yavirdi. Val ibilil jallala tizak yoki to'qaydigan to'ga demak. Yani takul jalla. Qo'yib qo'yganki ba'zi hayvonlar yeydi uchragan narsani. Ya qurib qolgan narsani yeydi, qog'oz yeydiganlar bor, yavirdim. Bu jallalning hukmini biz bozmoqchi bo'lsak, mumkin pokiz beqib, undan keyin a'zolari pokizlangandan bozlab yeymiz degan hukmni bor-ku. Jallala degan. Hozirgi bozordagi to'qilnimi shunga necis narsani berib baqqandan keyin darhol akilib unda yigilolmaydi, uyda pokiz ushtaskin beqitib, andan bozlab yeymiz degan gap bor. Qo'yib berilgan to'qilimi shunda. Wa sababu ikhtilafihim fi zalika wa thalathatu ashya. Ixtilof bo'lishning sababi bu yerda 3 masala. Birinchisi, muaradatul qiyas li zahiril kitab. Qiyasning oyatdagi zohir ma'niga zid gap qilishi deydi. Zahir kitob degan qolsa, nimal mushrikuna najas, nima? Yoki boshqa ayvallar to'g'riliq kelgan hadislar bor, nima oyatlar bor. Va thani muaradatuhu li zahiril athar. Ikkinchisi qiyasning yana o'sha hadislardan chiqib turgan ma'niga zid gap qilganligi. Va thalithu muaradatul athar ba'daha ba'dan fi zalik. Hadislarmi, asarlarmi bir-biriga asar degan so'zni hozir muallif hadislarga ishlatadi. Bunda zid gap qoldi dedi. Ammo qiyas, bu qiyas shu oyatga zid gap qoldi dedi. Yani قياس فأنه لما كان الموت من غير زكاة وسبب نجاسة عين الحيوان بالشرع وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة عين الحيوان وإذا كان ذلك كذلك فكل حي طاهر العين وكل طاهر العين فسؤره طاهر. Bunaydı cins قياس كمان. Mesela özü ölüp qaldı. الموت من غير زكاة. Biz boğuzlamay özü ölüp qaldı şuna ama. Özü ölüp qalsa bunu ilgili olmadı şuna ama. Necis oldu o. Haram nas oldu. Ama haram alaykum mayta. Şeriat şunda belgilegen dedi. Vacaba an takun bunda bo'lgandikan, bu hayat vaqtida unda pokiz zengap o dedi. Çünkü eğer hayat vaqtida mehnat olsaydı sen bunu bo'g'izsan endi mehnat o. Va idza kana zalika kadalik unda bo'ladikan fa kullu hayyin tahirlan. Unda har qanday hayotlan tirik hayvon pokiz bo'lishi kerak dedi. Va kullu tahirlayn fasuruhu tahir. Undan o'zi hayot chog'da pokiz degandikan, bu hayvonningki oshirib qo'ygan nimasi u pokiz bo'lganikan, qanday hayvon bo'lsin, u nima bo'lsa pokiz bo'lishi kerak. Oshirib qo'ygan narsa pokiz bo'lishi kerak dedi. Bu bo'g'izlisi ilgili bo'lmaydi. Lekin bo'g'izlisa pokiz bo'ladigan tarafi bor. Shu go'shtning o'zi necis narsimi yoki pokiz narsimi? İlgili bo'lmaydi to'g'ri. Lekin pokizmi, nejismi? Ma'noda ixtilof bor. Go'shtni masalan qarimganda uchiga atib namoz o'qitmasin. Yuzliklik holat. Bu nejis narsani uchiga silib namoz o'qigan bo'lamdi bunda. Yana masalan ishninki terisida emas ba'zi narsalar masalan. İşte bo'g'izlab o'tgan bo'lsa, uning terisi masalan pokiz bo'ladigan yoki mayda bo'lsa terisi nima qilmaydigan bunda ko'z qarashdan bor. Ya'ni uning bo'g'izlash bilan bir xil ma'lum darda pokizlanish tarafi bor. Go'sht yeyilmaydigan hayvondami bo'g'izlash ta'sir ko'rsatadigan tarafi bor. Demak bu qiyos endi. Mush qiyos hozir qilib bir sog'lom qiyosdakmi ko'rindi endi. Alloh alam. Demak bo'g'izlash bu pokiz bo'lishning sababi shundami? O'lib qilish nejislikka sabab bo'lgan narsa. O'zi o'lib qilish. Undan keyin bu tiq o'lib qolmadi. Tiq o'lib qolmadi-ku. Bu hayot bo'lgandan keyin bu pokiz bo'lish kerak dedi. Uning ustiga masalan eshakni mingandan keyin eshakdan tar chiqsa keyingi juqda uning pokiz dedi. Endi uning tari har qanday narsaning tari narsa uning go'shtiga tavadi. Lekin pokiz go'shtini, ya'ni go'sht pokiz bo'lganda yigilolmaydi degan misol. Bu bir qiyos. Endi bu qiyos oyatdagi zohir ma'niga zid kelib qoldi deydi. Zohir ma'ni degan nima? Nas emas. Tushunami? Dalalatni zohir dedi. Ya'ni bu nas emas 91 nimda shuni bildirgan. Amma zohirul kitob fa innahu arada hada al-qiyas fi al-khinzir wal-mushrik. Khinzir wal-mushrikdan nimda innamal mushrikun najasun dedi. Fa innahu rizsun dedi rahmul khinzir to'g'risida. Ama bu hamda riz degan so'z
Nima uchun zahirdan naslimida bu balki ma'naviy maynaslikni bildirishi mumkin. 10%. Ama 90% maddi maynaslikni bildirishi. Najis degan, mushrik najis degan mushrikning aqida, e'tiqod, ki ma'naviy dunyosi najis degan bo'lishi mumkin. Yoki o'zining jismi zodi moddiy tarafdan najis degan bo'lishi mumkin. Ehtimolli qo'ygandan keyin biz zohir dedik. Lekin buning ba'zilar ma'naviy nima deb ta'vil qilib ayonga olib. Zohirini tutganlar mushrikning o'z najis zodi dedi. Kafirning ta'rifi masalan. Biz kafirni najis tutuq. Endi u ta'rif qildi. Masalan kafir kiyib qo'ygan kiyim. Ta'rif qilibdi, kiyim uji qilibdi. Bu kiyim qanday bo'ladi? Masalan ta'ra shuni tava desak, shunga hukmiga. Mushrik najis emas deb qaraydi mazhabda. Demak, mushrikning ichib qo'ygan suyi, oshirib qo'ygan tamoqining misan. Masalan, oshxonachimiz Xitoydan bizga ichib qo'yibdi mana shuni. Bu duch kelgan masalan bu. Buni unda ayirolmasa, ba'zi do'konda masalan Xitoydan bizga bir kiyimni kiyib ko'rib boqib qo'ysa, keyin musulmon sotqilolmaydi bu hamda ya yutib akilib sotay deyish mumkin. Bu nima kiyib qo'ygan kiyim maynat bo'lib ketdi dedi. Ma'naviy najosat bu. Al-Nusi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushrikni masjidga bog'lab qo'ygan. Sumama ibn Salma shuni masjidga bog'lab qo'ydi. Shuningdimi, yo'q u nima najis emas deb qo'ydi. Najis bo'lgan bo'lsa masjidga yechirib bog'lab qo'ymasdi. Masjidni ziyorat qilishda umuman hozir musulmonning ruxsati bilan ziyorat qilish bo'ldi deydi. Bu hamda najosatni ma'naviy najosat. وذلك أن الله تعالى يقول في الخنزير فإنه رجس dedi. Şunama وما هو رجس في عينه فهو نجس لعينه. Bu özü riz degan bo'lsa, u albatta uning moddasi shu go'shi ham nimsa o'zi zat moddasi najis bo'lgan bo'ladi. Demak bu xinzirda nas فإنه رجس dedi. Lahmul xinzir ne degan? Hu mishada lahmul xinzir qaytadi yoki xinzir qaytadi. ولذلك استثنى قوم من الحيوان الحي الخنزير فقط. Bu nas bo'lganlik uchun ba'zi fuqaholar ortiq pokiza bir hayvondan cho'shqinlar chiqarib etdi deydi. Vamal ya'ni nimadan bog'i? Hanafi mazhab, Shafiy mazhabdan shu hamda. Cho'shqi buning sirtiga ketdi. Vamal lam yastahnihi hamala qawluhu ris ala jihati dhamm lahu. Buni istisno qilib chiqarganlar cho'shqining ortiq pokiza deb turganlar bu cho'shqining bunda so'kashdan iborat najis deganligi emas. وأما المشرك في قوله تعالى ففي قوله تعالى إنما المشركون نجس bu bir zahir دلالة الظاهر شنما فمن حمل هذا أيضا على ظاهره ظاهر معناه أفر معنى وجل استثنى من مقتضى ذلك في القياس المشركين demek a kıyastan mı hayat nasıl hemmesi pakiz oldu diyen kıyas var o aş kıyastan ma müşriklerin bundan sırtıda çünkü ayetin necis dedi bu bundan sırtıda çıkarttı. Hayır maddi manevi içkisi necis demek şey. Nima uchun? Oyatin nejisliği manada. Zahiri qapagan. Ve men akhrajahu makhraja dhamm lahum tarrada qiyasahu. Demek bu kafirni bir xil so'kash. Bunda maddi nejis degan gap emas. Bu e'tiqodin so'kash degan ma'no berganlar o qiyosmi shunda men ishlaverdi. Ya'ni mushrik bu tirik bir canlılık bo'lgan ekan, buning ortiqimi pokiz deb qo'ydi. Tarrada qiyasa, u tarrada degani shu shaklda bir xil mavzularda degan. Muttarid deymiz-ku. Muttarid degan shu bo'yicha kiliydi. U boshqacha bunda kelib qolmaydi degan. Qoida muttarid emas. Davomliq bir xil keldigan. Har o'zgarib qolmaydigan qoida degan. Ama istatrada o'scha Statrat degan bo'lsa, bunda shu bir xil qoida ketib berib, uni boshqalarga bunda shaxlab ketdi degan. Bir masalada so'z qilib o'tib, sal ortiqroq ketib boshqa nimani ketib qo'ydi degan. Va man akhrajahu makhraja dhamm lahum tarrada qiyasa, ya'ni bu najosat hozir ma'naviy deganlari, ya'ni qiyas bo'yicha bu tirik bir hayvon hisobida buning ortiqqa yana halol deb qaradi. Pakiz deb qaradi. Ve emmel athar fe inneha aradat hadal qiyas fil kelbi vel hirri ve siba. Endi hadislar kelsak deydi. Bu yana mush qiyas bilan zid kelib qoldi deydi. Nimada? Et, mushuk ve yirtqi hayvonlarda deydi. Emmel kelb fe hadis Abi Hureyre المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات وفي بعض طرقه أولاهن بالتراب وفي بعضها
Ve affiruhu es-saminete bit-turab. Affiruhu degan to'pig'i meliyotanglar 8. qatımda debdi. Yani bir rivayette 1. qatımda to'pi bilan juyinglar debdi. Yani 7 qatım juyish masalasi keldi. Bu qiyos keldi-ku. Qiyosda tirik hayvon bo'lgan ekan, alalti pokizda degan to'p. Valaga degan bo'ldi. Ha? Suissa adat tilidan ishidi-ku. Tilidan yoldi yoki chepilib qo'ydi degandek. Ve emmel hirru fema ravahu Qurra an ibn Sirin an Abi Hurayrata qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahurul ina iza valaga fihi al-hirru an yughsala marratan aw marratayn. Mushk yalab qo'ygan qochining pokizlanishi bir ikki qatim yuyitishdir debdi. Ve Qurra siqa inda ahli al-hadis. Bu hadisni aciz deb qaraganlar bo'lgan ekan, Qurra siqat dedi. Ibn Sirin siqa bo'lgan ekan, bu yani aciz emas diyerek nima ishorat qilmoqchi. Amaliyotda bu aciz hadis-ku. Aslida unda qarab qo'yganlar sharhiga. Hadisning hukmini bilish uchunchi aciz yani bu. Hukmi yo'qmi? Darussalamning tafsiri shu. Sahih debdimi? İsnaduhu sahih bo'lishi mumkin. Şavaidlari yani ma Qurra siqanda ahli hadis deganma unda bu bak unda aciz emas deganlikni bildirmoqchidir. Ve amma as-siba'u fa hadis ibn Umar المتقدم عن أبيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إن كان الماء قلتين لم يحمل خبثا. Ötkenki meselede kege hadis bu. Yani yırtmış hayvanlarga qarta hadis keldi dedim. Yırtmış hayvanlarning mu tirik olsa bunun ortiqi pokiz bo'ldi deb qiyos qilgan tuqqo, bu qiyosga zid keldi mana. İza kana ma qullatayn lam yahmil khabatan. Wa amma ta'arud al-athar fi hadha al-bab. Bu hadisler birbiriga zid kelib qolganlik tarafı bor. Qanda faminha annahu ruya anhu annahu sallallahu aleyhi ve sellem anil hiyad allati bayna Mekke vel Medine tariduha al-kilab ve's-sibâ. Faqala bu Hazreti Ömer'den rivayet kılıngan. Laha ma hamalat fi butuniha ve lekum ma ghabara şaraban ve tahura. Yani Mekke bilan Medine o'ttiridagi ko'lchaklarning suvi to'g'riliq so'ralgan chaqda Rasululloh nima debdikan? İştlar, yırtqishlar kelib suv ichidi deydi. Tariduha degan suv ichib keldi degan. Laha ma hamalat fi butuniha. Uning o'zining ishkini o'ziga ichib ketdi. Qapqag'ini sizga pokiz sharob va tara suvi debdikan. G'abara baqiya degan ma'noda. Qapqag'ini siz uchun pokiz, pishalaysizlar, tartalaysizlar debdi. Ve nahvada hadis Umar. Demek mavu hadis degani hozir mishada asar demakchi. Bizning istilahimizda asar demakchi. Yani hadisul mavquf demakchi. Umar allazi rawahu Malik fi Muwatta'i ve huwa qawluhu ya sahibul hawd la tukhbirna fa inna naridu ala as-saba' wa taridu alayna. Bu vaqalik Amr ibn al-Aslam Hazrat Umar safar qilib o'tib bir ko'lga kelibdi-da. Ko'lga kelgan ekan Amr ibn al-As ko'lning shu egisi yoki shu yerlik odamdan bu sizning ko'ldan yutqich hayvonlar yo'minda nimalar suv ichamdi ichmamdi deb ko'chilab so'rabdi. Shuni so'rab unda yo'q unda hayvon ichmaydi bu bundan qo'dab turmiz buni pokiz tutimiz makulna degan bo'lsa tartanmoqchi. Bu mustartanmay turma demoqchi. Esa Hazrat Umar qachchida uni javob berib to'xtirib uni dappamiga bu to'g'ri gap qilma deblam tartibli bergan. Biz onda bak xavaz qilgan narsani ko'chlab so'rab o'zimizga qiyinchilik kelmaymiz deb Hazrat Umar. Demak bu hadis emas hamda bizning islohimizda asar. Rasulullohning so'zi yo'q mana bunda. Bu Hazrat Umarning voqealigi. Naridu ala siba degani yirtqich hayvonlar suv ichib bo'lgandan keyin bizga uningdan keyin suv ichamiz. Biz ichib bo'lgandan keyin hayvonlar kelib suv ichadi demakchi. Yani waradal ma lishurb degan. Warada degan. وحديث أبي قتادة أيضا الذي خرجه مالك أن كبشة سكبت له وضوءا فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. كبشة أبي قتادة ننكي مثلا برتقنن قزة سوق يبرد تارتي suv qilib bersa bir mushuk kelib, ustab ketgan mushukdan kelib suv ichmoqchi bo'libdi. Qochini bunda sinoyan qilib
tutib biribdi nimaga? Mushukka. Shu ish vasunda. Aslida jig'ilsa ishlaydi emasmi? Da yani to nima qilib biribdi. Lekin o nima hayron qilib, kabisha bu deb unda nima qilib ketdi-go debdi ham uning unda su tara suyini ichib qo'ysa bu mayna tommamda endi bir xil hayronlik qilibdi. Qasa Abu Qatada radhiyallohu anhu tushuntirib qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunda degan dedi. Bu mushuk nejis emas. U bo'lsa sizning atrofingizda aylanib yuradigan xizmatchilardan iborat. Tawafin mishalni bo'ldi. Cho'glaydigan degan bo'ldi, ammo lug'atda ish qilib shu xizmatchilar odat atrof cho'glab yurgan ekan, tawaf degan so'z odatda atrofda yo'g'lab yurib xizmatini qilgan xizmatchi degan bo'ldi. Xodam degan ma'no. Talat avratun lakum tawafun alaykum deb bormi? Tawafun alaykum. Yatufu alayhim wildan mukhalladun. La tawaf degan so'z shu xodam degan ma'no. Xizmatchi, ya'ni bu sachqan tutib berib, nima qilib bunda xizmatini qildi degan ma'noda. Lekin mishalda tawaf degan so'z yani atrofini aylanib yuradi degan gap. Faqtalafa ulama fi ta'wil hadhihi al-athar. Demak, mushu hadislarni tushunishda ulamolar ixtiloflashib qoldi. Anda a qiyos bilan ikkisini qanday muvofiqlashtiramiz? Hali qiyos bilan. Tirik hayvonlar bo'lsa bu pokiz bo'ldi degan qiyos bilan ikkisini qanday moslashtiramiz deb ixtiloflashdi. Fazahaba Malik fil amri bi iraqat su'r al-kalb wa ghasl ina minhu ila anna dalika ibada ghayr mu'allal. Imom Malik debdi, shu ishning alaqa nimasini fal yuriqu degan nimago ishib qo'ygan, yalab qo'ygan, chapilib qo'ygan qachidagi suvni to'kitish masalasini bu bir sababini illatini tushungan olmaydigan bir ibodat bu. Biz uqmaymiz buni debdi. Va annal ma allazi yalaghu fihi laysa binajis. U ishib qo'ygan suv nejis emas deb qarabdi. Nejis emas, lekin Rasululloh to'kitmadi demakchi, mana g'ayr muallalar degan Imom Malik. Nejis emas o. Lekin Rasululloh to'kit debdi, men to'kitman. Nejislikdan emas. To'kit deb buyurganlik uchun to'kitman. Va lam yara iraqata ma'adal ma min al-ashya allati yalaghu fiha al-kalbu fil mashhur anhu. Bu İmam Malikning mashhur qarashida suvdan boshqa nim bo'lsa, uni to'kitmaydi. İşte shunda ishib qo'ygan, yalab qo'ygan narsa bo'lsa to'kitmaydi. Va dal kama qulna li mu'aradati dalgal qiyas lahu. Demak, qiyasida bu ishning odatda nimasi pokiz deb qiyas qilgan to'g'ri, tirik hayvon deb qiyas qilgan. Va li annahu dhanna idan annahu in fuhima minhu anna al-kalba najis al-ayn aradahu zahir al-kitab. Çünkü sen yani bir taraftan bu işini o'zi nejisdir deb qarasang, oyatning zahir dalolatligimi qarshi kelib qoldi. Bu oyat qarasa, o ulash masalasida fakulu mimma amsakna alaykum va zikrullahi alayh. Fakulu mimma amsakna alaykum o itlari sizlarga tutib bergan ovdan yanglar dedi, shunami? O itlari tutib bergan narsa albatta uning sho'lgaylari og'izda tishlagan ekan. Şaluki yuqudu onunla. Demek şunu yanlar degandikan bu sho'lga pokizdan gap chiqdi oyatdan dedi. Unda olandikan to'kivat degan hadis oyatning nimasiga uning nejis deb qarasak, nejislikni olsak, oyatningki zohiriga zid kelib qoladi dedi. Chunki bu oyatda tishlagan kesib elibitib yo yutib yanlar degan gap yo'q. Yuridanna lawkan najislayn la najisat bi mumasati. Chunki o İştinin özü meynat olan bolsa, işçigen şu ov mu, şu goş mu, halal goş mu, meynat olan bulattı dedi. Ve iyyede hâzâ te'vil bimâ câe fî gaslihi minel adad ve necâsât leyse yüşterat fî gaslihel adad. Bu te'vilini kuşlandırıp nimdapta, bunu 7 kıtım jûnla, manç kıtım mında tazlanla, mında topulan degandek san kegen. Adet necâsat olsa, onda san şart kılmaydı. Ay necaset pakizlansa mı buldu? Bir katım jursa pakizlansa buldu. Ya ki 7 katım jursa pakizlanmasa yani 10 katım jursa pakizlansa andan hesap buldu. 7 katım 3 katım degan bilan bağlab qo'yish yo'q deydi. Faqal inna hadal ghaslu innama huwa ibadat. Bu ibadat masalasi. Ibadat masalasi degan nima? Illatini sababini uqmay turib biz shu bo'yicha ish qilaverdik. ولم يعرج على سائر تلك الآثار لضعفها عنده. Biz bayatın yuqorida rivoyat qilib o'tgan hadis var o. Yalab qo'ygan bir katım yo'q. Umarning hadisi, Ibn Umarningki hadisi, ashuni hammani ojiz deb qarab, u hadislarga nima qilmaylar shu oyat bilan qiyosni tutdi deydi. Ama İmam Şafii javob fastasnal kalb min al hayvan al hayy.
tirik hayvanın içinden işte bunun sırtı turdu depti İmam Şafii. Hadi biz tirik hayvandan buna pakizde bir kıyas bekittik ama o kıyasdan kaçtı işini çıkarıp etti. Vara anna zahir hadal hadis yujibu necaset su'rihi. Fal yurqhu vel yaghsilu sab'a marrat degan hadisning zahiri nimani bildirdi? Bunun eşib qalgan, qaçılıb qalgan narsaning suyuqlikning suninki meynetlikini bildirdi dedi. Ve anna lu'abahu ve necis la aynuhu fima ahsib. Demek İmam Şafii onunki şölgiye, şalıktan da aşı necis deb qaragan. Ama işning o'zining jismi bu necis emas. Aşı ağızdaki suyuqlik, aşı madde necis deb qarabdi. Ve annahu yecib an yusala sayd minhu. Demek şölgiye necis degandan bu oyatdagi nimani onu juyimiz debdi. Onu tutgan bo'lsa, tishliga yeyani bir juyitimiz debdi. Oyat tutib qolmaslik uchun onu yeyimizga misal u meynatlikni harakatda, u meynat bo'lmamda misal desa, uni juyimiz. Yoki uningda shariat ruxsat qilgan desa bo'ldimi? Yani o da ruxsat qilgan. Chunki uningda o shulgaydan saqlanib bo'lmaydi. Ruxsat qilgan. Wa anna al-waba wa an-najis la'nu fimas. وكذلك استثنى الخنزير لمكان الآية المذكورة yana ayette فإنه رزق deb kelgandikan cho'shqini chiqarib o'tdi ama cho'shqilan işte bunun sırtı turdu demekçi. Cho'shqi ishdan boshqalarning ortiqi pokiz demekçi. وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاة سؤر السباع والهر والكلب هو من قبل تحريم لحومها. Muşu yırtık hayvan, müşük, işler, hakkında kelgen hadisler, elinde hukum nima? Demek bu yerde necislik bu dese, aşı göşü haram boğallıktan buna. Göşü haram boğallıktan, onun eşip kalgan narsa mı? Pakiz emas. Bunda dava kıldı dedi. Zahma diyen, bunda dava kılıp turvaldı diyen, bunda adette bu, yani zahaba diyen. Zahma da bu, onda kopal ibarı sürmez belki. Zahaba diyen mani şıltıda adet. Bunda da qardı demek. Sen acizlaştırış, mesela fırqı bağımdı, zahma degan. Ve enne hâzâ min bâbil khas urîde bihil âm. Muşununğa oxşaş, göşü yiyilmeydigan her qanday hayvan bolsa, müşkülam emas, ondan başqaları bolsa-mı, onunki artıqı pakiz emas degan boldu. El-as'ar tabi'atun li luhumil hayvan. Demek go'sht kitaba bunun artıqı. وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. Yani bazı kişiler diyendim şahada bazı fuqahalar yani Maliki mezhepteki qarashimiz kerak. Maliki mezhepteki bazı fuqahalar aşı qiyasdan kelb, hir ve sibani aşı hadis kelganlik uchun buni chiqarib o'tdi dedi. Ve amma ba'duhum fahakama bi taharat su'ril kelbi vel hir. Bazılarından işte bilan mushukning ortiqini pakiz debdi. Fastasna min zalika siba faqat. Yirtqich hayvanlar sirtib chiqarib o'tibdi. Kalb val hir degan nima uchun? Tawafin nima? Amma su'rul kalb falil adal mushtarat fi ghasl. Nima uchun? Ishning ortiqini qiyosdan chiqarib o'tdi desa, chunki unda manchi qatim juysa degan bir shartlangan san bor. Bu alayda demakchi, alayda san bor. Va li muarada daril kitab lahu. وَلِمُعَارَضَةِ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَهُ. Hadi amma su'ul kelb degan nega bordi desanglar bu so'z. İmam Abu Hanifa'nın gibi görüp takıldı ki. Ama ya keyingi qarashga görüp takılındı. Su'ul kelb bilan hirni pakiz dedi. Amma ba'dum fahkam bi tar su'ul kelb wal hir. Fastasna min zalika siba faqat. Çıkartganiki amda su'ul kelbni nima uchun pakiz dedingiz desa, çünkü bunu juyishda manchi degan san bor deydi. Eğer bunu meynat deydigan bo'lsak, bu sanga chetishlik bo'lib qolmaydi. Ama meynat desek, 7 qatim jusaqma tozlanmaydigan meynat bo'ldi-ku. Bak 7 qatim tozlabdiq, tozlanmabdi. Bu chaqda bo'ldi qilib bilan pakiz deytamdiq, yani juyurgan gapmi? Eğer meynat desek juyurtdiq shunama. Ba'zi meynat asli bor. 10 qatim jusaq chiqmaydi, ani sopun bilan 4-5 qatim juyib bunda qilsak chiqadigan. Bunda oniki bu yerda sanni belgilab qo'yganligi uning nisbini uqtirmaydi, bu ta'abbudiy narsa demak. Va li mu'aradati zahir al-kitab lahu. Ani zahir kitob qasidda fakulu mimma amsakna alaykum. Bunda ashulgi pakiz degan narsani ko'rsatdi bu. Demak, nejis desak, ani qarashiqda shu oyatni olib turib bu pakiz emas. Va li mu'arada hadis Abi Qatada lahu. Abi Qatadaning tawafin alaykum at-tawafat dedi.
Müşkilin keziyor. İt'allal adamın necaseti hirra min qabl anna min at-tawafin vel kelbu tawaf. Kelb nima undan hirra qiyas qilib turib, işte etrafımızda yo'qlab yurgan bizni xizmat qilgan narsa go debdir. Wa amma al-hirratu famasiran ila tarjih hadis Abi Qatada ala hadis Qurra an ibn Sirin. Abu Qatadaning tawafin alaykum aw tawafat degan hadisini bir qatim, ikki qatim yutish degan Ibn Sirinning hadisiga tarjih qilibdi. Wa tarjih hadis Ibn Umar, Ibn Umarning hadisini aytdi. Al-Qullatayn. Buni andan Umarning asariga tarjih qildi. Ya sahibul hawd deganga tarjih qildi. Wa ma warada fi ma'nahu li mu'aradati hadis Abi Qatada lahu bi dalil al-khitab. Yani şu ma'noda kelgan narsalar Abu Qatadaninki hadisiga zid kelib qolganligi uchun deydi. Bi dalil al-khitab. Dalil al-khitab nishada mafhumul mukhalafa adrimita. وذلك أنه لما علل عدم النجاسة في الهرة بسبب الطواف فهم منه أن ما ليس بطواف والسباع فأسآرها محرمة. مفهوم الخطاب hazır bu müşrik sının etrafında yoğlaydıgan nasıl olgan diken meyle dedi. Da yoğulmaydıgan nasıl çoğu meyle emas gen gep çıkıdı. Yani yırtık şey vallahi etrafını cümaydı. İnsanın kaçıdı o. Onda onken onunki necis diyen bir mani çıktı mı? Delil kitap tarafından. Ve mimmen zahaba hadal mezheb İbn Qasim. İbn Qasim'in karşıken bayatın kalıqa bazı nas yani su'rul kelb naqıldı diyen qaraş var o. Şu İbn Qasim'in karşıken. Ve amma Abu Hanife faqala kema qulna bi najasati su'rul kelb. İmam Abu Hanife qanda qarda istinki artıq maynatdı. Ve lem yaral adad fi ghaslihi. Demek onu mançkatın jüyüş diyenini anmadı. Ama şartan fi taharet inalladi velaga fihi. Liannehu arada delge endehu el-qiyas fi ghaslin necasat. İmam Ebu Hanife'nin kayısı bir kıyas var. Bu kıyas nima? Necasatını tazlaş adeta sanılan çeklenmeydi. Necasat tazlangıç jüyümüz. Bir kıtım jusa tazlansa buldu. Deydi. 10 katım jusak tazlanmasa yani 11. katım 12. katım yani jüyümüz deydi. Daha bir kıyas var. Bu 7 katım degene kıyasızlık geldi. Onunla şu an bu sanna ammıdı deydi. Lekin necis degenini aldı deydi. Demek hadisninki bir kısmını aldı, bir kısmını ammıdı. Nima için ikinci kısmını ammıdı? Ayeti çok bir kaidesi var. Kıyası var. Onun bu dilkelmedi. Bu kıyasman da özü manda koyup algan kıyas emas. Bütün ayet hadislerini düşüngen çıkargan kaidesi. لأنه عرض ذلك عنده القياس في غسل النجاسات يعني أن المعتبر فيها إنما هو إزالة العين من الكن يخطط شتين وهذا على عادته في رد أخبار الآحاد لمكان معارضة الأصول لها وإمام أبو حنيفة عادة boyunca قراءة الشيء خبر آحاد olup qalsa onun qalqa umum İslamның ayet hadisleri kösetken çoğun kaide gidip qalsa onu qabul qılmaydigan adeti boyunca mında qıldı dedi. قال القاضي يعني ابن رشد فاستعمل من هذا الحديث بعضا ولم يستعمل بعضا. Demek hadisten yerimini aldı, yerimini almadı. Ennehu yani ennehu istamala minhu ma lam tuaridu indahu al-usul. Demek özünün alaka bekitken kaidesi zitkenmege yerini aldı. Ama zitkege yerini almadı dedi. Ve addada zalike bi ennehu mezheb Abi Hureyre ellezî raval hadis. Ebu Hureyre özü şu hadisini rivayet kılgan sahabe o 7 katım cümap diken. Ama 3 katım cümap diken. Sonra Ebu Hanife demek bu sahabe özü ondan düşündü bunu. Addada degen güçlendirdi dedi. فهذه هي الأشياء التي حركت الفقهاء إلى هذا الاختلاف الكثير منا. Fuqahalarına muşunca valla ihtilafqa apagan narsalar mana muşular, muşu meselede. Ve qadatum ila al-iftiraq fiha. Ne çıkıl göz qarashqa ayrılıp ketishga elib bordi. Vel meselatu ijtihadiyatun mahdatun. İstihad qilgan mesele bu. Sap. Ya'sur an yujad fiha tarjih. Bunu tarjih qilish yomon tas. Ko'z qarashlar xil bo'lib ketib, istihad qilishda va la'allal arjah o'zi tarjih qiladi. An yastasniya min taharat asal al-haywan al-kalb wal-khinzir wal-mushrik li sihhat al-athar al-warida fi al-kalbi wa li'anna demak o'zining tarjihi shu pakiz deb qaragan, ortiq pakiz deb qaragan doirdan hayvonlardan itni
çoşqini, müşrikni chiqirib atsak, mushu uchning boshqasininki qalduqi pokiz deb qarasak bo'ldi deydi. Nima uchun esa ishti bilan cho'shq haqida kelgan hadis nihoyatda nima? Say bo'lganlik. Fal yuriqhu val yaghsil degan hadis. Hamda xinzirga kelsak, oyatninki aniq zohir dalalati agishga eng haqliq deydi. Aynul xinzir. Aynul xinzirning nizi fa innahu rizqun dedi. Vel müşrik minel qiyas. Demek xinzir bilan müşrik meselesinde ayetning zahir dalalati agishi qiyasda agishdan avlaroqdir. İnnemal müşrikun nejas dedi. Ve kedalika zahirul hadis, yani hadisdan o zahirini tutmanışımız avlaroq qiyasna olganda deydi. Lekin bu zahirul hadisga nima bo'ldi? Yani başka hadislar qarshi chiqdi, qiyaslanmas. Ve alayhi aktarul fuqaha. Ko'pchilik fuqahalar mushazad umuman bunda chiqib kelsak çoşkular işine çıkarırdı zaten. Müşrikne belki çıkamazsın. Yani alal kavl bi necaset su'ril kelb. Demek iştinin artık necis diyen karaş umumi köpçülük ulmanın karşı. Fe innel emra bi iraqat ma velaga fi'l kelb muhayyalun ve münasibun fi's şer'a. Demek istiyalap koygan, içip koygan, çıpılıp koygan narsin tökütüşki buyuruş. Bu yani da kallımızda kallı kubul kılıyor şunu ama şeriatda mı bir xil şeriatning boshqa ahkomlariga munosib qiladigan ish. Linajasatul ma'allazi balagha fi. Yani asho chepilib qo'ygan suyi maynat to'lab ketadi deyishga munosib qildi deydi shariat. Ani annal mafhum bil 'ada fi ash-shar' min al-amr bi iraqati shay wa ghasl ina minhu huwa linajasati shay. Chunki shariatda bir narsani to'kivat, ma'ni andin ma'ni qachsin juvat degan so'z odatda bu nimani tushungan oldu şeriatta? Aşınlık neyse meynette deganlikni tushunimizda. Ve ma ataradu bihi min annahu law kan zalika li najasati al-ina lamashturita fihi al-adad. Bu meynetlikni bildigan bo'lsa, o san nima Maliki, Hanafi mazhabida e'tiroz bildirdi-ku. San bilan munosabat olmaydi bu. Chunki najis degan bir qatim bo'lsin, 7 qatim bo'lsin, qachon tozlangacha yuyimiz. San bilan qarimiz yo'q deydi. Bunda etiraz فَغَيْرُ نَكِيرٍ اَنْ يَكُونَ الشَّرْعِ يَخُصُّ نَجَاسَ دُنْ نَجَاسَ. Demek şu etirazga reddiye veriyordu. Bu şeriat hem de bir necasetine tazlandığı cüzsan meyde eder, bir necasetini mançıkatım cümlesan meyde de buna belgeleriş bu bir yani galeti bir şey demezdi. Çünkü bazı necaset muğallaz oluşu mümkün değil. قال القاضي وقد ذهب جدي İmam İbn Rüşd dedi onun çoğunda biz İmam İbn Rüşd'ül Cedd dedik o. Şunun sözünü nakl kılıverdiler. Çoğundadan rahmetullahi aleyhi Mukaddimat diyen kitabıda El-Mukaddimatul Mumahhidat diyen kitabın demekçi. İlâ enne hâzel hadis muallalun ma'kulul mana. Bu alim onda mında düşünüptü. Maliki mezhepte bu taabbudi diyenimiz mi? İlletin şengil. Bu alim yak illetin şengil buldu. Leyse min sebebin necaset. Bu necasetlikten emez. Necasetlikten ise Maliki mezhebi zikrildi. Necasetlikten emez. Baş sebepten de bel min sebeb ma yutavakka en yekun el-kelbullezî velagha fil inâ'i keliben. Belki nima degan desa, aşo suvni içip qo'ygan yo yalab qo'ygan et nima kesala, g'aljir kesiliga giribta olgan it bo'lib qolish ehtimolligidan. Kelib degan shu aşo kesal olgan itni deydi. Shu kesal giribta olgan it. G'aljirlik kesili va it demakchi. Fayukhaz min zalik sum. Demak, ayında g'aljirlik kesili giribta olgan it bo'lib qolsa, undan adamga g'aljirlik kesili yuqib qolmaslik uchun 7 qatim tozalatish kerak deb menda alaydim qilgan. Buning sababi shu kasalning mikrobning yuqishi demakchi. Qala yana shu al-jadd yani ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله. Şuna 7 qatim yuğun deb masan keldi deydi. فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض. Demek 7 qatim degan bu şeriatda işletilib kelayotgan son deydi. Tamam? Sen Fatihani 7 qatim o'qiyotgan bundan nima qilish uchun? Kasal davolashda bundan bo'ldi ba deydi. Ve hada allazi qalahu rahimahullah huwa wajhun hasan ala tariqatil malikiyya. Bu Maliki mazhabning yo'li bo'yicha aytgan chaqda obdan gap ma'lum. Yani Maliki mazhab ta'abbudi deb turgan-ku. Ta'abbudi degandan azroq chiqib bu illati va deb chiqdi. فإنه إذا قلنا إن ذلك الماء غير نجس
Çünkü biz o suni meynat emas dedik. Fel awla an yu'ta illatan fi ghaslihi. Çünkü biz o su necis emas derseniz nima qilishimiz buni? Bir sabab ko'rsatish kerak. Min an yaqula innahu ghayr muallal. Sabab ko'rsatish uchun sababini uqulmaydi deb qaylab turganda, ma cho'ng dadimiz ko'rsatgandek bir sababni ko'rsatgan tuzukrak. Tang buni uqmayman. Payg'ambar bunda buyuribdi ekan, biz bunda juymiz, lekin bu meynat emas deb turgandan, bu meynat emas. Lekin bunda juyda buyurganligi aslında mikroblanış ehtimolligidan saqlanish uchun degan deb bunda bir do'li ko'rsatsak tuzukrak bo'ldi deydi. Va hada tahirun bi nafsihi. Demak bu işte o'zi pokizda shunama. Va qad uturida alayhi fima balagani ba'dun nas bi an qal. Bana yetib kelishcha ba'zi ulamolar bunda e'tiroz bildiribdi. Shu cho'ngdasining degan gapiga. Innal kalbil kaliba la yaqrubul ma fi hina kalibihi. Demak unda g'aljir kesilib qolib şu kesel bo'lgan chig'da suvning qishiga yaqin kelmaydi-ku deb turibdi. Bu mal doktorlarning gapi ham nima va? Wa hada alladhi qaluhu huwa 'inda istihkam hadhihi al-'illa bil-kilab la fi mabadiha wa fi awwal hudusiha. İmam Ibn Rushd eng mashhur tiblarning biri bo'lg'achqa cho'ng dadamning ma ko'rsatgan illatiga ba'zi munda deb e'tiroz bildiribdi. Men buning qarta munda deyman demoqchi. To'g'ri, o g'aljir kesel giriftarga suga yaqin kelmaydi, to'g'ri. Lekin bu kesel qattiq ig'irlashgan vaqtda yaqin kelmaydi. Dastlabki endi taqim mikroblanib endi kesel alomatlari ko'rilishga boshlagan chog'da suv ichirdi deydi. Undanki ondan e'tiroz qilish o'rni yo'q. Va aydan fa innahu laysa fil hadith zikrul ma. Unda ashi fal yuriqu degan hadisga on suvning gapini qildimi? Suvning gapini qilmadi. Valaga degan so'zmi? Su ichdi degan deganni unda dal bildirmaydi. Tili bilan unda yalab unda chepilganligini bildirdi. Va inna fi zikrlina qachini dedi, ammo suvning gapini qilmadi. Lekin to'kib o'tish degan gap bormi? Wala alla fi su'rihi xassiyya min hadha al-wajh darra. Demak, o'sha mikroblash jihatdan balki ziyonli tarafi bo'lishi mumkin deydi. Demak, g'aljirlik kesilib bek ig'irlashmagan chog'da. Ammo g'aljirlik kesilib ig'irlashgan chog'da u yaqin kelmaydi deydi. Suga yaqin kelmaydi deydi. Yani g'aljirlik kesilib ig'irlashmagan vaqtimi albatta uning bir ziyon bor. Çünkü mikrob bor uningda. Wala yustankaru wurudu misla hada fi shar'. Shariatda bunda bir hukmning kirishi bu g'alati tuyulgan yoki qabul qilinmaydigan bir ish emas deydi. Amaliyotda bu ishninki bu shulgi, shaluki, bunda hozirgi olimlar tadqiq qilish orqali bunda shunday bir xil shilashna, bir xil nima modda deydi, shilimdek. Aynan modda olab, bu aynan bir xil odatda bir ish qattam, uchta qadim yurishdan chiqmaydigan. Ondan to'bulan nima qilsa, ondan bu chiqadigan bunda bir haqiqatni hozirgi olimlar tadqiq qilib chiqargan. Bu shölgeye istin bak yamanım. Çünkü qattiq so'ngni yumishtirdi bu. Hozir to'pim moddasini aralashtirib yursa, ras tazlindiganligini hozir isbotlagan. Tadqiqot chiqadigan hozirgi taraqqiyotda. Demak, buning illati hozircha qilib ma'lum endi. Yani shölgeyda bir xil ayında bir xususiyat bor. Fayakun hada min bab ma warada fi az-zubab idha waqa fi at-ta'am an yughmas. Nima to'g'rilikmi shunday keldi-ku? Alloh bir hukm keldi-ku. Şirin to'g'riliq. Bir cho'kir o'tsan da. Yani ki bu bir alayda kelgan narsa, bu ishqa alayda kelgan narsa. Çünkü bunun alaydilik var, hukmi alayda keldi. Başqa alaydilik yo'q, hukm umumiy keldi. Ajabnigan nimasi var demak. Ve ta'li zalika bi anna fi ahad janahihi da'un wa fil akhir dawa. Çünkü onun illati bir qanotida mikrob bo'lsa, bir qanotida shifolik bor deydi. Ve amma ma qila fil mazhab, qaysi mazhab? Maliki mazhab. من أن هذا الكلب هو الكلب المنهي عن اتخاذه أو الكلب الحضري فضعيف. Demek bu manda juiş deb bundan nimkagan et bu hadisdagi et, yani bu sen baxsang bo'lmaydi deb chekilgan et yoki shad yashaydigan et degandek bunda tahlil qilgan bu ojiz deydi. Bunda illat ko'rsatishdan jiroq bu deydi. İlla an yaqula inna dalga ani an-nahya min bab at-taharrur fi at-ittikhadi. Ya demek şoğunu, mesela bu şu mezhepten de sen alaka manda ihtiyacdan başkalıka
İştibaqsan bo'lmaydi degan cheklama bor İslamda. O'g'irlash yoki bira nimani bog' o'yini qo'g'dashdan boshqamida odati behuda ishbaqsan bo'lmaydi dedi. Ashuningdan boshqa ovdan yoki unda muhofaza ishdan boshqani ishlatsang bo'lmaydi deganda endi hadisga kelgan boqma degan cheklama nima uchun desa bu bunda boqsang uyda nimani yalab qo'ydi keyin endi tomoqni to'kib qolsa tozlayolmay qolsa 7 qatim juyib qatim to'pi bilan unda jush bir avarchilik sunama sen keyin avarlab qolsa deb shuna cheklagan endi boqsang bo'lmaydi deb manda deb qolsak balki tushishi mumkin bu misol mazati degan so'zning asosi yo'q ojizdek demak ishni beqishni behuda beqishni cheklash sen o'zing qiynalib qolsan deb bunday cheklaganlik deb baqsaq balki tushishi mumkin deydi. Lekin buningda ham shu cho'shqininkida ittifoq kelishning asosi. Qonunda ixtilof bor. Lekin ishtimomda umuman ko'pchilik olimlar ishti bilan cho'shqini nima qilgan ekan, bu ikkisininki ortiq pokiz emas, qolganininki pokiz desak. Mushrikninki nima boshqa najosat bo'lmasa pokiz deymiz. Pokiz degan bir masala bor, ko'ngil ko'tarish degan bir masala. Bu ama pokiz deblan uni o'xshashimda boshqa so'z izlab yurmay pokiz so'zimi o'xshatib ko'p ichavergan gapmi? Masalan odatda bir kafir tomoq yeb qo'ygan qacha, ishlatgan qo'shiq, yo qaza, yo kiyib qo'ygan kiyim, yo hatto yotgan birimda ko'pa yoki kirlik yostiq bo'lsa, bizning ko'nglimiz ketamaydi. Masala ayrimi. Pokizlik degan masala ayrim, ko'ngil ko'tarish, odatdagidek chaqlaverish bu bir masala. Hozir ham dalillarni bir tizib chiqdi. Usul fiqhni tahlil qildi. Hammalar bu bidayatul mustahid bo'lgandan hammalar itoqli tarjihni ayrim qila oladi. O'zingni qallasdan qanoatlangan dalil jihatdan kuchlari deb qaraganda المسألة الخامسة اختلف العلماء في أسعار الطهر على 5 أقوال. أسعار الطهر يعني تارت وجينغاندن إشقاقن سو deydi. Elbette bu anda Müslümanların nasıl oldu? Yani Müslümanlar daha şirket tutarlar. Müslümanların artık tarihte işletken suyunun eşip kağını. Feda ve kavmin ilerinde esar-ı tohru tahiratun bi-itlaq. Bazı alimler tartağın suyunun kapkağını pakez. Mutlak onda ayal kişinin, kişinin ya onun bunun ya mında tartılıp mında kapkağını istab onda tefsilat çevcümeyle mutlak pakez. Eşip kağın suyu. Bunda adır bazı uyulmağın gepli çıkıdadır. Mesela ayal kişi her kişi bir erkutun var. Böyle bir çeynekte yani da ayal kişi tartılıp su eşip kaldı o. Biz tartarsak bulmayı dediğalar var. Ayal kişinin eşip kalgan su. Ya lazım mutlak digine o ayal kişi yani onda taratında atımında ahvaltında demey. Zaten tarat elip eşip kalgalım bolsa mutlak pakiz depti. Ve o mezheb Malik ve Şafii ve Abi Hanife. Şeyler bunda da qaraptı. Ve zahaba ahirun ila annahu la yecuz lirracul en yetatahhara bi su'ril mar'a. Ayol kişinin tartılıp eşip kalgan suda kişi tartası bulmaydı dep qaraptı. Lekin ayol kişi kişininkide eşip kalganda tartası buldu. Ve zahaba ahirun ila annahu yecuz lirracul en yetatahhara bi su'ril mar'a ma lam takunul mar'a junuban aw haidan. Yani bazılar ayol kişi junup ya haid bulmagan ahvalda tartılış işlerken bolsa buludu depti. Kişi tartası buldu ekan. وذهب آخرون إلى أنه لا يجوز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه إلا أن يشرعا معا. الله أكبر. Şikeden tan tutuşkan bolsa, tan işletken bolsa, şuna meyli. Bulmasa o biriden eşip kalan su tartas bulmaydı. Ve qala qavmun la yejuzu ve in şer'a ma'an. Şikeden tan taratını ilişkin başlayan bolsun bulmaydı. Ve o mezheb Ahmed ibn Hanbal rahmetullahi aleyh. Ve sebep ihtilafihim fi zalika ihtilaful athar. Bunun da beklem ihtilaflaşıp geçmişsin ama bu hadisle ihtilaflık kep kaldı diyor. Derken de fi zalika 4 athar. 4 hadis vardı. Ahadu enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâne yagtası minel cenaba huve ve ezvacuhu min inahin vahid. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayarlarıyla şu bir kaçırılan tartılıktı. Ve thani hadis Meymuna ennehu ihtasala min fadliha. Meymuna radıyallahu anh'a tartılıp eşip kalan suda Resulullah tartağan dedi. İkinci hadis şu iken. Üçüncüsü hadis-i Hakem el-Gafari enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem neha en yetavadda racul bi fadlil mar'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayol kişinin eşip kalan su tartılışını tosqağandır. Kharrajahu Abu Davud ve Tirmizi. Ve rabi'u dördüncüsü hadis Abdullah ibn Sarjis qala neha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en yagtasila racul bi fadlil mar'a vel mar'atu bi fadlir racul velakin neşra'ani ma'an. Dördüncüsü o onundan bu bununla eşip kalan su tartamıson lekin tan billa başlap tartason debdi. Fadahbal ulama mana oldimizda 4 hadis var. Ondan ulamalar mushu hadislarni tushunishda ikki guruhga bo'lindi. Birinchisi tarjih qilish, hadisni qo'yib ma'no olamiz deganlar.
Yani biz bir-birini maslashtirib bakmamız deganlar. Hamda birini alıp birini qo'yamiz deganlar-ku. Bular birisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollaridan birasi bilan birga yuyingan hadisini tarjih qildi. Başqa bütün hadislarga. Yani o muttafaqa sahih ala takhrijihi. Çünkü bu sahihinde bağlı. Ve lem yekun andahu farqun bayna an nima uchun sen tarjih qilding marvayan desa, bu muttafaqun alayhi. Sahihlik. Tarjihning ma'lum bir asosi bo'lishi kerak. Asosi muttafaq ala tashihi bo'lgandikan, ve lem yekun andahu farqun bayna an yaghtasilani ma'an aw yaghtasil kullu wahidin minhuma bi fadli sahibi. Demek bu hadisni ağallah bu ishkalan birga başlasın. Birden eşip qalgandan keyin birisi tardasin onun farqi yo'q tabi. Chunki ikkalan tang yungan bo'lsa-mu, yana bu bir-birining ortiqida tartagan bo'ldi. Shunami? Wa sahha hadis Maymuna ma'a hadal hadis. Shundan billah Maymuna radhiyallohu anhaning hadisimi sahih deb qaraldi. Shunami? Sahih hadis bu. Va rajjahu ala hadisil Ghafari. Hadisil Ghafariga tarjih qildi. فقال بطهر الأسعار على الإطلاق. demek müşe hadisini ağallar eşip qalğan faras suyu pakiz mutlaq debdi. Hamda hadis-i G'afariyni hadis Maymunaga tarjih qilgancha bu zahiri mazhab ekan. İbn Hazm shunday qildi. Hadis-i G'afari hozir naha yatawadda rajul bi fadlil mar'a degadis. Mushuni ana tarjih qildi. Chunki bu xos degan tariqada-chu. Va jama bayna hadis-i G'afari va hadis-i iqtisalasi ma azwajihi. Andan Rasulullah'ның ayol kişinin artıqı tart amman diye hadisi bilan Rasulullah özünün ayolları bilan tart alıp diyen iki hadisini da bizleştirip nidapta biyan farraqa baynal iqtisal ma'an ve bayna en yaqtasila ahaduhuma bi fadlil akhar. İkisini maslaştırın nidapta birli juyunish u başqa, birinin suyida birisini qilish u başqa. Birli juyinsan mayli. Bu birli juyinish yalaqa birisinin artıqida birisi juyinish chimaydi debdi. O tang juyinish. Ama artıqda juyinishgan birisi tartib bo'lgan ekan, amdan juyinish debdi. Demak, hadisga zid kelmaydi demakcha. Va amila ala hadayn hadisayn faqat ajaza lirrajul an yatatahhara ma'al mar'a min ina'in wahid. Demak, bu ikki hadisni ham tutib turib, har kishi bir ayol kishi bilan bir qachadan tartas bo'laverdi. Lekin ayolda ish qilgan suv tartas bo'lmaydi deb. Ma ikki hadisni asoslaganlik uchun. Ve acaza en tatatahhariye min fadli tuhrihi. Endi aksi qilib deb baksak İbn Hazm ndapta ayol kishi aksinikidan tardas bo'ldi, eshib qolgan suydan. Ve amma man zahaba mazhab al-jam' bayna al-ahadith kullaha. To'tli hadisni tang ash ko'tarib bunda amal qilib deganlar-ku. Maymuna hadisidan boshqa uchini bizlashtiribdi. Fa inna akhadha bi hadis Abdullah ibn Sarjas, li'annahu yumkin an yujtama' alayhi hadis al-Ghafari. Abdullah'ın sarjasının o onundan bu bunun eşip qalğan su tartamıson deganni buni nima bilan juplaştırıptı. Hakamul G'afarining hadisi bilan. Ayol kishining eşip qalğan suyini tartamıson degan hadisi bilan. Bu ikkisini maslashtirish mumkin deb. Va hadis Rasul Nabiy sallallohu alayhi vasallam ma azwaji min inan wahid va yakun fi ziyada. Birli juyingan nimadan mayli debdi. Chunki bu Allah tatavaddal mar'a aydan bi fadlir rajul. Hadis-i G'afari mu Abdullah ibn Sarjisning hadisi bilan maslashtirish mumkin. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bir ayollari bilan bir qachidan juyinish hadisini birlashtirish mumkin debdi. Lekin unda bir ortiqchilik bor. Abdullah ibn Sarjisning hadisi-chu. Bu bo'lsa-mu ayol kishimi tartamay. Kishining eshib qolgan suyda ayol kishini tartamaydigan bir ortiq bir nima bor edi, hukm bor. Lakin yuaridu hadis Maymuna. Lekin buningga Maymunaning hadisi keladi shunama. Rasululloh Maymunadan eshib qolgan suvda tartagan. Bu hadisun xarajahu Muslimun. Sahih Muslimda rivoyat qilingan hadis. Lakin qad allalahu kama qulna ba'dun nas min anna ba'd ruwatihi qala fihi akthara dhanni aw akthara ilmi anna Abash-Sha'ta haddathani. Demek, müşahede İmam Müslim rivayet qilgan bo'lsa-mu, bunda azdır ko'pdir bir illat ko'rsatiliga desaydi. Qanday illat desa, ajizlik nuqtasi bor. Sanadida ta'niq qilyapti rivoyat Müslim. Endi o'tgan ba'zi raviylari qanaatimda mundag'o deb rivoyat qilib qolgan. Haddathana Abu-Sha'sa demay, ag'labi zanni Abu-Sha'sa'u deyman. Men so'zlab bagini deb bunda o'tib ketdik. Demek bunun da bir xil sanatda ta'niq qilyaptilar. Ve amma man lam yujiz li wahidin minhuma ay yatatahhara bi fadli sahibihi ve la yashra'an ma'an. Amda manda qaraganlar deydi. Ikkalan tangmo juynamaydi billah. Birining ortiqidimi juynamaydi deb qaraganlar. Fala'allahu lam yablughu min al-ahadith illa hadis al-Hakam al-Ghafari. Balki uningga Hakam al-Ghafarining hadisidan boshqa hadis yetmagan bo'lishi mumkin. Bu bir ehtimol qoldi. Ve qasa rajul alal mar'a. Ayol kishi
Akishni qiyos qilib bilan unda deb degan bo'lishi mumkin. Va amma man naha an su'ril mar'al junub wal haid faqat junub va hayzda ayol kishi tartagan suvda bo'lmaydi. Mush ahvolda ham bo'lmaydi deganlar. Falastu a'lamu lahu hujjatan. Uning bir dalilini bilmayman. Nima dalil ekanligini. Illa no marvin an ba'd salaf. Lekin bu salaflarning ba'zida rivoyat qilgan, sahoba tabiinlar rivoyat qilgan bu. Ahsabuhu an ibn Umar, balki bu ibn Umardan keldi-ku deyman shu qarashda. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.